Assalomu alaykum. Nova santexnikani YouTube'dan kuzatadigan obunachilarimiz, sizlar e'tiboringizga bugun judayam bir ajoyib obyektga kelganmiz. Shuni havola qilmoqchimiz. Novadan olingan santexnika mahsulotlari haqiqiy real uyda qanaqa turadi? Hozir mana Mo'yn akam o'rnatib tamomlashdi. Birma-bir Novada nimalar qo'yildi, nimaga qo'yildi, ko'rib chiqamiz. Mo'yn aka, bu uyda nimalar qilindi santexnika bo'yicha? Bu uyimizda отопление sistemasi qilindi. Hammomlar to'plab olg'ilindi. Kuxonniga moykalar, kir mashinalar, keyin sanuzellar bitirildi. Do'stlar, bu uy Qo'qonda Dream House'da joylashgan. Necha xonali uy ekan? 2 xonali. 2 xonali uy. Qarang, birma-bir ko'raylik aka. Bo'ldi. Hammom sanuzeldan boshlaymiz. Sanuzel qismiga nimalar qo'yildi? Sanuzel qismiga mana o'sma rakvinalarimiz, shkafli. Keyin mustahab uchun shimshtitillar, tahoratga unitazlar, Wassermandan. Shimshtitillar, yemirich. Keyin kabinalarimiz. Aha. Hop, aka, nimaga aynan o'sma rakvina qo'yildi? Hozir o'zi ko'rsangiz, zamon talabi o'zi o'sma rakvinalarga o'tib ketyapti-da. Endi misol uchun shampun, sovun-povunlar nima bo'lsa ham, shu shkaflarni ichiga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ortiqcha joy egallanmaydi. Hali bunday kirgan odamga ham chiroyli, vigitniy turadi. Tayin tozalashga ham qulay bo'lsa kerak. Albatta, keyin kafelda sarg'ayib unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun hozir o'zi zamon shunga o'tib ketyapti o'zi. Zo'r. Asosan smesителlar ko'ryapman, Emerich'dan foydalanadi. Emerich'dan. Emerich'da nima afzalligi bor aka? Ko'pchilikda ko'ryapman shuni. Emerich'da sifati zo'r. Nimalari, misol uchun bunday ko'tarib ko'rsangiz ham yengil emas, og'ir, laton, 100% laton. Keyin ishlash umri ham uzoq. Necha yil ishlaveradi mana shu? Hop, где-то endi misol hamma narsani ham aka, misol ishlatadigan odamga ham bog'liqda. Misol uchun mana shuni ham bunday ochib turib, sekin yopsa, uzoq ishlayveradi. Qattiq yopib nima qilsa, uzoqqa bormaydi. Shuning uchun 7-8 yil indamay xizmat qiladi. Misol yaxshi ishlatgan odamga. Endi suvga ham bog'liq. Qo'qonda suv yaxshi-yu, uzoq umr ishlatilaveradi. Zo'r. Bu uyda nima noodatiy narsalar qilindi aka sanuzel uchun? Sanuzel uchun endi misol bilsangiz, mana shu narsa ham ko'p joyda qo'yilmaydi. Misol ko'p sanuzellarga kirsangiz qo'yilmaydi. Biz endi ketma-ket qilib, iloji bor kichkina joylab chiroyli qilib berdik. Zo'r. Mana bu dushovoyimiz ham o'ynayli qilib qo'yildi. Bu ham zo'r tushdi. Hali suv sachramaydi, parda qilingan yo'q. Chiroyli bu. Pardada suv qoladi. Suv qoladi, hidlanadi. Zo'r. Ham dizaynga ham zo'r, qulayligi ham zo'r. Zo'r. Yaxshi ishlar qilibdi. Bu podsvetkalimi aka? Podsvetkali. Faqat buniki nima ekanki, hali kulchatirdan yoqilar ekanda. Hali sensorli emas. Zo'r. Sanuzelning narxi qanchaga tushdi aka? Eng qiziq joyi obunachilar. Sanuzel. Sanuzel o'rni bitishimi? Endi santexnika narsalarni aytib qo'yaylik. Santexnikadan boshlaymiz. Santexnikalari где-то $8 atrofiga tushdi. Zo'r. $8 demak, mana shunaqa santexnika tovarlarni olib joylashsa bo'lar. Ham eng sifatlisidan. Zo'r. Bir-biriga mos kelgan ranglar. Hammasi kombinatsiya bo'lib, chiroyli bo'lib tushgan. Oqqa qora zo'r tushgan. Kafellarga ham ranglar bo'yicha ancha mos kelibdi. Zo'r. Yana nimalar qilindi aka bu uyda? Endi bu yerda kuxonniyimiz bor. Kuxonniyimizga kelsak, kuxonniyda mana mo'ykasi rakvinalarini qo'yib berdik. Buni olib keldik. O'sha zamonaviy har xil funksiyaga ega. Har xil funksiyalari bor. Zo'r. Bu ham latun, to'g'rimi? Zo'r. Yaxshi. Zo'r, lekin bu stakanniki o'zi aslida. Stakannik, Stakan qo'ymasdan oldik, mana. Yaxshi. Zo'r, yana nima qildi? Kir mashinalarni ulab berdik.
Keyin gazlarga to'lab berdik. Endi hali gazni o'ziga misol boshqa usta chaqirmay, nima qilmay deyishganliklari uchun gazlarga to'lab berdik. Chiroyli bo'lib, hamma yo'g'ini tekshirib, bezopasini nimalarni qilib Hmm. to'lab berdik. Zo'r, zo'r. Endi ba'da hop yo'limiz Ha, Auron firmasiga tegishli. qiziq joyi. Hmm. Yo'l ko'pchilikda muammo bo'ladi. Ko'pchilik sifatli narsa qaralmaydida. Hmm. Yana ancha katta rasxodga tushib, yana boshqatdan almashtiradi. Shunaqa. Bunda sifat qanaqa ekan? Sifati zo'r ekan. Ishlashi, ovozlari past. Hmm. Keyin ko'p joyga endi olyapmiz. Hmm. Chiqdi-yu, yangi hali uzoq bo'lgani chiqqanga, lekin sifati zo'r ekan. Hmm. Zo'r. Ishlash tezliklari hamma yo'q. Brendimi Avron? Avron shunaqa. Zo'r. Zo'r. Hozir Keyin bu yerda Aha. yana bitta gapingizni oldimmi? Yo'q, yo'q. To'plab olish uchun hozir yangicha narsa chiqdi. Mana Unibox degan narsa chiqdi. Aha. Nima bu? O'sha radiatorni liniyasidan obali отдельный traxadovoy nima qo'yish shart bo'lmay qoldi. Hmm. Bitta hammom uchun ham traxadovoylar qo'yib, ya'ni rasxod ham ko'p bo'lardi. Hmm. Ulash kerak, nima bilan qo'pol bo'lib ketardi. Hozir shu narsa chiqdi, mana shu narsani biz bu yerda qo'ydik. Hmm. Ishlatib ko'rdik. Mana halingda sizlar kelmaslaringdan oldin ishlatib tekshirib, podacha obratkalarni kelishi hamma yo'g'ini radiatorlargacha ishlatib tekshirib ko'rdik. Zo'r. Zo'r ekan. Bizga sifati yoqdi. Hmm. Tavsiya beramiz qo'yishni. Bitta hammomda o'zini ulash uchun ko'p rasxod qilish shart emas. Ha. Qancha pulli ekonom qilib beradi deb o'ylaysan? Hop, mana shu narsa hozir 380 ming atrofiga oldik. Hmm. Bizga shu ulanishlar bilan 450 mingga tushdi. Hmm. Misol uchun bitta traxadovoyni o'zini olsangiz ham eng arzoni ham 450 ming. Nechta qo'yilardi agar? Bitta traxadovoy qo'yiladi, uni yoniga amerikankalar nima qilinadi, keyin bu yerda montajlar ham bilan sifatli chiqmaydi. Ha. Ya'ni kengayadi ular. Milliondan osharmidi narxi agar? Millionga bormaydi, bir 800 ming, 900 ming atrofiga boradi. Teng baravariga arzon bo'lardi. Zo'r. Endi aka shu oshxona uchun qancha miqdordagi, ya'ni pullarga qo'shilib qancha miqdordagi santexnika mahsulotlar ketdi? Hop, oshxonaga endi hop, mo'kamiz endi shu 1 millionga bormaydi, 800 ming atrofida oldik. Aha. Endi buni misol uchun bor ekan, lekin aytishdi Novadagilar shu ham o'sha vazifasini bajarib beradi, sifati zo'r deyishdi. Tekshirib ko'rdik. Qalin ekan, yaxshi ekan. Ha, zo'r. Qo'ydik. Raporlari ham zo'r ekan. Sinovdan o'tdi-yu. Katta yo'llarimiz ham zo'r. Hamma yo'qda, lekin Novadan oldik, sifatli. Yetkazib berishlari ham misol kamchilik bo'lsa ham, misol uchun sirasi yetkazib berishdi. Zo'r. Xo'p. Isitish tizimi qanchaga tushdi? Isitish tizimi hop. Katta yo'lli radiatorlar bo'lib, hop, $1000 dan o'tib qoldi. Zo'r. Zo'r. Shu $1100 atrofiga tushdi. $1100 mana isitish tizimiga 801 million so'm atrofida oshxona uchun va sanuzel uchun qancha? $800. $800 sanuzel uchun ishlatildi. Mana ko'rib turganingizdek holatga keldi uy. 2 xonali dedik-a? 2 xonali. 2 xonali uy. Do'stlar, bemalol mana ko'rib turganingizdek va bundan ham ko'ra ko'proq bo'lgan assortimentlarni Novadan topishingiz mumkin. Mana usta akalar ham bemalol tavsiya qila olishadi. Ha, albatta Nova zo'r. Hamma narsasi bilan, muomalasi bilan ham borsangiz, nima qilsangiz ham mahsulotlari ham zo'r, sifatli. Hali arzon mahsulot sotishmaydi hali. Men aytmoqchimanki, hali sifatsizda. Narxi ham zo'r, sifati ham zo'r. Shunaqa. Nova sizni servis bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, assortiment bo'yicha ham, narx bo'yicha ham hech qachon uyaltirmaydi. Bemalol mana shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, har qanaqa santexnika mahsulotlarini buyurtma qilishingiz mumkin.